Hammaga assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barchaga omad. Attestatsiyaga tayyorgarlik. Navbatdagi 13-testimiz tahlilini boshlaymiz. Birinchi savol. Grafikda fx funksiya grafiki tasvirlangan, qaysi biri tengsizlik to'g'ri degan shart berilgan. Bizga ma'lumki, funksiyani hosila olinganligiga 0 dan katta yoki teng qilishimiz bizda o'sish oralig'ini chiqarib berardi. O'sish oralig'i. Agar funksiyani hosilasini 0 dan kichik yoki tengsizlik sifatida oladigan bo'lsak, u holda kamayish oralig'i kelib chiqar edi. Xo'p, demak, funksiyani hosila olinmagandagi qiymat qo'yilganligi uni x o'qidan yuqorida yoki pastdagiga qarab musbat yoki manfiyligini aniqlaymiz. A javobdagi birinchi funksiyani hosila olinganligiga 1 qo'yilganligi, ya'ni funksiyaga 1 qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Uni bundoq olib tushadigan bo'lsak, bu kamayish oralig'ida turibdi. Demak, funksiyani hosila olinganligiga kamayish 1 qo'yilganligi kamayish oralig'idaligi uni manfiyligini bildiradi minusdan. Ya'ni -2 dan 2 gacha funksiya kamayadi mana bu yerda. Minus cheksizdan 2 gacha o'sib keladi, 2 dan musbat cheksizgacha o'sib ketadi. -2 dan 2 gacha oralig'ida kamayadi bo'ladi. Shuning uchun hosila olinganligi mana shu oralig'da bo'lsa -2 gacha bo'lgan, -cheksizdan -2 gacha bo'lsa o'suvchi, 2 dan cheksizgacha bo'lsa ham o'suvchi bo'ladi, u yerlarda plus hisoblanadi. Endi F1 hosila olinmaganligiga 1 qo'yilganligi deganda mana bu yerdagi qiymat buni bo'lsa x o'qidan pastda turibdi. Bu yerda y qandaydir manfiy qiymat qabul qiladi. U ham minus ishorali deganligi. Ikkita manfiyni ko'paytirish albatta 0 dan katta bo'ladi. Birinchisi to'g'ri bo'ladi. Keyingilarni ham tekshirib qo'yamiz. Hosila olinmaganligiga 3 qo'yilganligi deyilganda 3 mana bu yerda joylashgan bo'lsa, uni ham ko'chirsak, bu ham pastda joylashyapti. Demak, birinchisi manfiy ko'paytirilgan. Hosila olinganligi 1 qo'yilganligi yuqorida ko'rdik, manfiy bo'ladi. Ikkita manfiyni ko'paytirish musbat, bu yoqda manfiy yoki 0 deyapti. Yo'q, bu xato bo'ladi. Keyingisi hosila olinganligiga 0 qo'yilganligi. 0 kamayish oralig'ida turibdi. Demak, bu ham hosila olinganligiga 0 qo'yilganligi ham manfiy bo'ladi. Hosila olinmaganiga -2 qo'yyapmiz. -2 qo'yganimizda u musbat qandaydir qiymatni qabul qiladi bu yerda. Demak, bunisi musbat bo'ladi. Manfiy son bilan musbat sonni ko'paytirish 0 dan kichik bo'ladi. Bu yerda 0 dan katta deyapti, demak xato. Keyingisi hosila olinganligiga 2 qo'yilganligi mana bu yerda. Bu yerda u aynan 0 ga teng bo'ladi. 0 ko'paytirilgan. Hosila olinmaganiga 2 qo'yilganligi 0 dan kichik, manfiy son. 0 ni manfiy songa ko'paytirish 0 ga teng. Bu teng 0 bo'lganda to'g'ri bo'lar edi. Demak, bu ham xato. Demak, biz birinchi sifatida A ni olamiz javobga. Ikkinchi masala, ko'rsatkichli ifodalar berilyapti. Ulardan 8x ni topishimiz kerak. Dastlab 9 ni 3 ning 2x darajasi deb olaman. Ya'ni 3 ning kvadrati bo'ladi, tashqarida x hisobiga ular ko'paytma 3 ning 2x darajasi hosil bo'ladi. O'ng tomondagi 64 ni 4 ning 3 darajasi deb olaman. Shunda tenglikni har ikkala tomonini 1/3 darajaga oshirib yuboramiz. 3 ning 2x darajasining 1/3 darajasi, o'ng tomonda 4 ning 3 darajasining 1/3 darajasi. O'ng tomonda 4 ning darajalari qisqarib ketib faqat 4 qoladi. Chap tomondagi qismda bo'lsa 3 ning 2x/3 darajasi hosil bo'ladi. 4 ga teng. Ikkinchi tenglikdan 27 ni 3 ning 3 darajasi deb olaman. 16 ning y darajasini 4 ning 2 darajasi deymiz. 4 ning kvadrati tashqarida ko'paytiriladi. Ikkala tomonni ham 1/2 y darajaga oshirib yuboramiz. 3 ning 3 darajasining 1/2 darajasi. O'ng tomonda 4 ning 2 darajasining 1/2 darajasi. Bundan maqsad mana bu 4 ni aynan o'zini qoldirish, ya'ni darajani qisqartirib yuborish. Bu yoqda ham 4 ni hosil qildik, bu yoqda ham. Agar kimdir imkoniyat xohlasa, 3 ni o'zini qoldirish uchun ikkala tomonni mana bu yerda 1/2 darajaga oshiradi, bu yerda 1/3 darajaga oshirish mumkin. Bizda hosil bo'lyapti 3 ning 3/2 darajasi teng, o'ng tomonda darajalar qisqarib ketsa 4 ga bo'lib qoladi. Har ikkala ifoda 4 ga teng bo'lyapti. Demak, 4lar teng bo'lganligi sababli ifodalar ham bir-biriga teng bo'ladi. 3 ning 2x/3 darajasi teng 3 ning 3/2 darajasiga. Asoslar o'zaro qisqarib ketadigan bo'lsa, ya'ni tengligi sababli darajani darajaga tenglaymiz. 2x/3 teng bo'ladi 3/2y ga. Bizdan 8x so'ralgan. Demak, 8x ni topish uchun tenglikni har ikkala tomonini ko'paytiramiz 12 ga. Shunda chap tomonda 12 3 bilan qisqarsa, 2 ga ko'paytirsak 8x hosil bo'ladi. O'ng tomonda 12 mahrajdagi 2 bilan qisqarsa
6 3 ga ko'paytirsak 18 taqsim y hosil bo'ladi. Demak, A javobini olamiz. 3-masala ko'rsatkichli son qiymatlari bilan berilgan ko'rsatkichli ifoda berilyapti. Shuni soddalashtirib hisoblashimiz kerak. Hop, bu yerda dastlab berilishini yozib oldim. 2 ning 27-darajasini 2 ning 9-darajasining 3-darajasi deb olamiz. Plyus 1 ni 3-darajasi qilamiz. Sababi kublar yig'indisiga kelish kerak. Keyin ko'paytiruvchiga ajratsak bo'ladi. Mahrajdagi 2 ning 18-sini 2 ning 9-darajasining kvadrati deb olamiz. Ayrilgan 511 ni 512 qo'shilgan 1 desak bo'ladi. Tenglikning tepasidagi qismini, ya'ni 2 ning 9-darajasini kubi plus 1 ning kubini a kub plus b kub formula bo'yicha ularni 2 ning 9-darajasi plus 1 ga 2 ning 9-darajasining kvadrati minus 2 ning 9-darajasi qo'shilgan 1 ko'rinishga keltiramiz. Mahrajda ham 2 ning 9-darajasining kvadrati hozircha tegmaymiz bunga, minus 512 bu 2 ning 9-darajasi qo'shilgan 1. Ana endi ko'paytiruvchiga ajratishimizdan maqsad shu yerda ko'rinib turibdi. Suratdagi ikkinchi ifoda qismini mahrajdagi bilan qisqartirib yuborsak, bizda faqat 2 ning 9-darajasi plus 1 qolyapti. 2 ning 9-darajasi 512, 1 qo'shib qo'yadigan bo'lsak 513 ga teng bo'ladi. Demak, 3 ning javobi B. 6-masalamiz trigonometrik funksiya berilyapti. Qiymatlar sohasini topishimiz kerak. Mana bu kosinusni sinusga o'tkazib olamiz. Demak, teng bo'ladi funksiyaning haqiqiy ko'rinishi 6 minus 6 ta sinus kvadrat x qo'shilgan 6 ta sinus x ayru 5. Bundan yana 5 ni 6 dan ayirib yuboramiz. 1 ayrilgan 6 ta sinus kvadrat x qo'shuv 6 ta sinus x. Xo'sh, bizga endi mana bu yerdan 6 ni umumiy ko'paytirish sifatida qavsdan tashqari chiqarishimiz kerak. Ya'ni funksiyaning haqiqiy holatdagi ko'rinish hosil bo'lyapti. 1 ayrilgan 6 qavsda sinus kvadrat x ayrilgan sinus x holati. Ya'ni qavs ochilganda ichkari plus bo'lib ketadi. Qavsning ichini to'la kvadrat yasashimiz kerak. 1 minus 6 qavsda sinus kvadrat x ayrilgan. Bizda qisqa ko'paytirish formula bo'yicha, ya'ni to'la kvadrat bo'lish uchun o'rtada ikkilangan bo'lish kerak edi. Ko'paytirilgan sinus x. Endi mana shu 2 ni yo'q qilish uchun men 1 taqsim 2 ga ko'paytirishim kerak va to'la kvadrat hosil bo'lish uchun 1 taqsim 4 qo'shib qo'yishim kerak. Va yana 1 taqsim 2 ni kvadrat bo'lganligi sababli yana 1 taqsim 4 ayirib yuboraman. Funksiyani dastlabki holatiga qaytarish uchun. Mana bu ikkalasi 0 bo'lib ketsa, ikkilar qisqarib ketsa, sinus kvadrat minus sinus qolyapti deganligi. Bu ishdan maqsad mana bu yerdan to'la kvadrat yasab olishim kerak. Demak, 1 ayrilgan 6 ko'paytirilgan qavsda sinus kvadrat x minus x sinus x ko'paytirilgan 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 dan sinus x ayrilgan 1 taqsim 2 ni yig'ib olaman va yana kvadratga yig'amiz. Davomida minus 1 taqsim 4 bor. Qavsni ochib yuborsak 6 mana bunga ham ko'paytma bo'ladi. Shunda 1 ayrilgan 6 sinus x minus 1 taqsim 2 ning kvadrati. Mana bu 1 taqsim 4 ning oldidagi ayru 6 ning minusini hisobiga qo'shuv bo'lib ketadi-da, 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. 6 taqsim 4 3 taqsim 2 ga teng. Yana ham soddalashtiramiz. Demak, 1 ga 1 yarimni qo'ysak 2,5 ayrilgan 6 qavsda sinus x ayrilgan 1 taqsim 2 ning kvadrat ko'rinishiga keladi. Xo'p, qavsning ichi to'la kvadrat, uning eng kichkina qiymati 0 ga teng bo'ladi. Ayriluvchi eng kichik bo'lganda funksiya maksimumga erishadi. Demak, fx ning maksimum qiymati mana bu yer 0 ligida, ya'ni sinus 1 taqsim 2 ni qabul qilganda 0 ga teng bo'ladi va u yerda 2,5 ga erishadi. Minimum qiymati ana shu qavsning ichi maksimumga, ya'ni eng kattaga erishgandagi qiymatda bo'ladi. Buning uchun sinusga -1 bersak 1,5 bo'ladi. Kvadrat bo'lganligi uchun 2,25 bo'lib qoladi. 2,5 ayrilgan 6 kara 2,25 ni hisoblashimiz kerak. Xo'p, 2,5 ayrilgan mana bu yerdan 12 yana 1,5 13,5 hosil bo'ladi. Bu ayirmani hisoblab yuborsak minusdan 11 chiqadi. Demak, eng kichkina qiymat -11 ga, eng katta qiymat 2,5 ga teng. Sonli oraliq sifatida -11 u har ikkalasini qabul qila oladi.
2,5 olsak bo'ladi. Bu ham 4 qavsda. Demak, bizda D javob bo'ladi. 5-masalada kvadrat tenglama berilyapti. Mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak. Bu yerdan biz osonroq hisoblash uchun mana bu +1 ni o'ng tomonga o'tkazib yuboramiz. Ya'ni x topish unchalik to'g'ri ish, yaxshi ish emas, ya'ni ish ko'paytirib yuboradi. Biz x kvadrat minus 3x ni minus 1 ga teng deb olamiz. Minus 1 ni o'ng tomonga o'tkazib. Endi bu yerdan x ning kubi ayrilgan 3x kvadrat hosil qilaman. Sababi menga x kvadrat minus 3x kerak. Plus 2 minus 2x kvadrat hosil bo'lish uchun plus x kvadrat qaytarib qo'shaman. Yana menga mana bu x kvadrat bilan soddalashganda minus 3x kerak. Bu yerda minus 2x ekan, qaytarib x qo'shsam, aynan minus 2x ko'rinishga keladi. Davomga plus 7. Tenglikni dastlabki mana bu yerdan x ni qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak, x kvadrat minus 3x hosil bo'ladi. Plus bu yerni qavsga olamiz. X kvadrat minus 3x qo'shilgan x qo'shilgan 7. Endi har x kvadrat minus 3x ni o'rniga bu yoqda minus 1 ni qo'yib chiqishim mumkin. X ko'paytirilgan minus 1 qo'shilgan, bu yerda yana minus 1 hosil bo'ladi, qo'shilgan x qo'shilgan 7. Minus 1 ni x ga ko'paytirsak minus x, mana bu x bilan 0 bo'lib ketsa, minus 1 plus 7 6 ga teng bo'ladi. Demak, 5 ning javobi D bo'ladi. 6-masala ayniyatni tenglamaning natural sonlardagi yechimlaridan mana bu ifodani toping degan shart berilgan. Demak, shart bo'yicha x ham, y ham, z ham natural son ekan. Bizdan so'ralib turgan narsani oldin ayniyat ko'rinishini, ya'ni mana bu sondagi qiymatni topib olamiz. 35 taqsim 16 ni teng deymiz. Buni butun va kasr qismini ajratadigan bo'lsak, 2/16 dan 3. Ko'paytirsak 32, qo'shsak 35 bo'ladi. Buni 2 plus 16 dan 3 ko'rinishga keltiramiz. Endi mana bu yerda 1 taqsim ko'rinishda berilyapti turganligi uchun 2 qo'shilgan 1 taqsim 16 taqsim 3 ga ajratamiz. Va 16 taqsim 3 ni burchaga ustida bo'lsak, 2 qo'shilgan 1 taqsim 5/3 dan 1 yoki 5 plus 3 dan 1 holatga keladi. Mana shu kasrni soddalashtiradigan bo'lsak, 35 taqsim 16 ko'rinishga keladi oxirida. Ana endi ikkala tomondan ayniyat bo'yicha yechim olish uchun ularni yonma-yon yozaman. 1 taqsim y qo'shilgan 1 taqsim z teng 2 qo'shilgan 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 3. Eng tashqarida qo'shilib turgan natural son, demak x bu 2 ga teng. Maxrajdagi qo'shilib turgan natural son y 5 ga teng. Eng oxirgi maxrajdagi z 3 ga teng ekan. Hammasi mana ko'rinib turibdi. Ya'ni ayniyat deganligi ularni aynan mos joylari bir-biriga teng, o'xshash joylari teng deganligi. Xo'p, x, y, z topildi. Bizdan so'rayapti x qo'shilgan z ko'paytirilgan y ni. X bilan z ni qo'shsak 5, y ni qiymati ham 5, ko'paytirsak 25 chiqadi. Demak, D javob olamiz. 7-masala funksiyadan. Funksiya berilyapti. Mana bu holatda fx gx dan yig'indisi x kvadrat minus x plus 1 ga teng ekan, fx 3x plus 2 ekan, j 3 ni toping degan shart berilyapti. Fx ni o'ng tomonga ko'paytirish, ayirish qilib o'tkazib yuboramiz. Shunda j x teng bo'ladi x kvadrat minus x plus 1 ayrilgan f x ga. Fx ni bu yoqda ifodasi berilyapti. O'rniga 2x qo'shib 3x qo'shib 2 qo'yamiz. Shunda j x teng bo'ladi x kvadrat ayrilgan x qo'shilgan 1 ayrilgan 3x qo'shuv 2 mana minus hisobiga minus 2 bo'lib qoladi. Soddalashtirsak jx teng bo'ladi x kvadrat minus 4x minus 1 ga. Bizdan so'ralyapti j3. X larga 3 qo'yib yuboramiz. 9 ayrilgan 12 ayrilgan 1. Bu yerdan minus 4 kelib chiqadi. Demak, A javob olamiz. Keyingi 8-masalamiz logaritmik ifodalar berilyapti. Quyidagilarning qaysi biri 0 dan katta deyapti. Bizga ma'lumki, logaritm a asosga ko'ra b berilyapti turgan bo'lsa, agar mana shu yerda a katta 0 dan, u kichik 1 dan va b katta 1 dan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda manfiy son bo'ladi deyiladi. Logaritm a asosga ko'ra b, a katta 1 dan, b katta 1 dan bo'ladigan bo'lsa, bu musbat son bo'ladi.
Xuddi shunga o'xshagan logaritm a asosga ko'ra b agar a kichik 1 dan katta 0 dan b kichik 1 dan katta 0 dan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham musbat son mavjud. Yoki eng birinchiga teskari holatda logaritm a asosga ko'ra b bo'lsa, u yerda bizda a 1 dan kichik bo'ldi. Endi a 1 dan katta, b kichik 1 dan katta 0 dan holat bo'ladigan bo'lsa, bu ham manfiy son bo'ladi. Shu bo'yicha birinchi tenglikka qaraymiz. Demak, birinchi tenglikda asos 1 dan kichik, ichkari 1 dan katta. Asos 1 dan kichik, ichkari 1 dan katta bo'ladigan holati mana birinchi holatga tushyapti. U yerda demak manfiy son bor. Birinchisi manfiy ko'paytirilgan. Ikkinchi tomonda asos 1 dan katta, ichkari 1 dan kichik. Asos 1 dan katta, ichkari 1 dan kichik bo'lishi 4-holatga tushyapti. U ham manfiy. Ikkalasining ko'paytmasi musbat bo'ladi, 0 dan katta. Demak, a javobni bemalol olsak bo'ladi. Mana bu yerda 1/y deganligimiz 1 dan kichik son, ya'ni y ning qiymati taqriban 2,71 bo'lganligi sababli bu yerda 1 dan kichik son, pi ning qiymati taqriban 3,14, 1 dan katta son. Bu yerda manfiy, mana bu yerda musbat son. Ularning ko'paytmasi manfiy son bo'ladi, 0 dan kichik. Keyingi holatda ham pi taqsim y deganligimiz bu 1 dan katta son, pi taqsim 7 1 dan kichik son. Mana bu manfiy bo'ladi. Kosinusni ham, sinusni ham qiymati mana bu pi taqsim 8 va pi taqsim 9 da 1 dan kichik bo'lganligi uchun bu yerda musbat, bu yerda manfiy bo'lganligi ikkala ko'paytmani manfiy qilib qo'yadi. Asos 10 0,1 bu yerda manfiy son mavjud, ko'paytirilgan. Asos ham ichkari ham 1 dan kichik, bu yerda musbat son mavjud. Ko'paytma manfiy. Demak, a javob. 9-masala to'plamda. Demak, mana bu belgi bu kesishmani belgisi bo'ladi. Demak, a va b to'plamining kesishmasi deganligi ikkalasiga ham tegishli bo'lgan elementlar. Ya'ni 2 ikkalasida ham bor, 5 ikkalasida ham bor, 7 ikkalasida ham bor. Elementlar soni 3 ta. Har qanday to'plamning qism to'plamlari soni 2 ning n-chi darajasi bilan hisoblanadi. N to'plamdagi elementlar soni. 2 ning 3-chi darajasi 8 ta bo'ladi. Demak, d javob olamiz. 10-masalamiz geometriyadan. Quyidagi chizmada ABCD to'rtburchak yuzini toping. Bu yerdagi ma'lumotlardan foydalanamiz. Demak, mana bu yerda A va mana bu D nuqta bo'ladigan bo'lsa, A va D orasidagi 4 ga teng masofani biz urinma deb tushunamiz. Mana bu yerda 90 gradusga teng va markaziy o'tuvchislik ko'rsatib qo'yilgan. Bu holda bu yergacha 2 bo'ladigan bo'lsa, Y dan B gacha bo'lgan masofani ham topishimiz mumkin. Y dan B gacha bo'lgan masofani x deb belgilab olsak, aylanaga urinmaning kvadrati, ya'ni 4 ning kvadrati bu formula teng bo'ladi. Aynan aylanaga kesib o'tuvchida kirib turgan nuqtasigacha D dan Y gacha bo'lgan masofani ko'paytirish kerak jami uzunligiga. Shunga teng bo'lishi kerak. 2 qo'shilgan jami uzunlik x ga. 16 teng 4 plus 2x ga. 4 ni chapga ayirishga o'tkazsak 12 2x ga teng. Bundan x imiz 6 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, mana bu masofa 6 bo'ladigan bo'lsa, BD ning uzunligi bizga gipotenuza bo'lib qoladi. Bundan h ni topish mumkin. Xo'p, h nechiga teng bo'lishi mumkin desa, h ning kvadratiga 4 ning kvadratini qo'shish 6 8 ning kvadratiga teng. Bundan h kvadrat teng bo'ladi 64 ayrilgan 16 ga. H kvadrat teng bo'ladi 48 ga. H teng bo'ladi, ildiz chiqarib qo'yadigan bo'lsak 4 ildiz osti 3. Xo'p, endi bizda mana bu katta trapetsiyani to'rtburchakning yuzini so'ralyapti, bizga katta asos kerak. Bu yer 30 gradus bo'lganligi uchun D dan BC ga perpendikulyar tushirib yuborsak, bu ham 4 ildiz osti 3 bo'ladi. Bu bizda demak balandlik ekan, asosni mana bu qismi 4 bo'lib qolyapti. Bu yoqdagi yangi tushib turgan Y nuqtada faraz qiladigan bo'lsa, Y dan C gacha bo'lgan masofa 90-60-30 bo'yicha, bu yer 30, yuqori 60 bo'ladi mana bu yer. 30 ning qarshisidan ildiz osti 3 marta katta bo'lyapti. Ya'ni 4 ildiz osti 3 ni ildiz osti 3 ga ko'paytirsak 12 ga teng bo'ladi. Bizdan BC ning uzunligi 16 liga kelib chiqdi. Trapetsiyaning yuzasi S barobar H balandlikni, ya'ni balandlik bizda 4 ildiz osti 3 ga teng. 4 ildiz osti 3 ni ko'paytirishimiz kerak. Katta asosga 16 ga, kichik asosni 4 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz. 4 ildiz osti 3 ko'paytirilgan, yig'indi 20 ga teng, 2 ga bo'lsak 10 ga teng chiqadi. Ko'paytma 40 ildiz osti 3 ga teng chiqadi. Demak, B javobini olamiz.